Bobojon aka, turmushga chiqmoqchiman. Ichki kuyov kerak. Sizni izlab keldim. Qayerdan keldingiz? Xorazmdan keldim. Necha yoshsiz? 28 ga kiraman avgustda. Sizga ichki kuyov kerak, turmushga chiqmoqchisiz. Ha, Sharoiti yaxshi bo'lsa, o'zingiz to'y bo'lib o'sha xonadonga borib yashasangiz bo'lmaydimi? men o'zimni hamma sharoitim bor. Ota-onamning bitta qiziman, ota-onamning uy-joyim bor, hamma sharoitni qilib bergan. Hamma sharoitingiz bor, turmushga chiqqani keldingiz, lekin eringizni hazil gap bo'lyapti. Xotin emas, ichki kuyov qilib uyingizga olib ketmoqchisiz. Kuyov qilib olib ketmoqchiman. Endi hozir video davomida salomlashamiz. Agar tengingiz chiqsa, Bobojon Uz kanalida xudo xolasa bir kunda to'ylaringizni qilib beramiz. Assalomu alaykum hammaga. Azizlar, hammalaringiz sog' salomatmisizlar, omonmisizlar? Xorazmdan, ya'ni singlimiz turmushga chiqqani Bobojon Uz kanaliga tashrif buyuribdilar. Hozir o'zlari salomlashadi, fikrlarini aytadi. Agar kimdir uylanaman desa yoki kelin qilaman desa 95 lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga faqat Telegramda video vizitdan telefon qiling yoki o'zingizni videoga olib turib yashash joyingizni ko'rsatib bizga murojaat qilinglar. Ammo SMS yozsalaringiz, bizga telefon qilsalaringiz biz sizga javob bera olmaymiz, uzr so'raymiz. Faqat Telegramdan video vizitdan yoki o'zingizni videoga olib bizni Telegram manzilimizga tashlab berishingiz kerak. O'zingiz avval turmushga chiqqanmi yo'qmisiz? Yo'q, hali turmushga chiqmaganman. Yoshingiz nechida edi? 28 da. 28 yoshda. Keling Bobojon Uz kanaliga salomlashib, o'zingizni fikrlaringizni ayting. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Nargiza, yoshim 28 da. Xorazm viloyati Urganch shahridan Bobojon akani xonadoniga tashrif buyurdim. Hamma qizlar singari oq libos kiyib, kelin bo'lib Bobojon akani xonadonidan chiqish niyatim bor. Inshaalloh, Xudo xohlasa. Hamma qizlarni oq libos kiyib chiqayotganini ko'rdim. Xullas, yaxshi niyatda keldingiz shu yerga. Ha, yaxshi niyat. Ko'nglingiz to'qmi? Ha, to'q. Hayotda injiq inson emasmisiz? Yo'q, yo'q. Hozir mana shu videoni ko'rgandan bildingki, "Alo Bobojon aka, sizni qaydan topsam bo'ladi? Uyingizga borsam bo'ladimi? Bu qiz bilan ko'rishsam bo'ladimi? Meni gaplashtiring. Iltimos, birov olib ketib qolmasin, men uylanay" deb yoshi katta inson ham yoki kichik inson ham bizga telefon qilishadi, lekin biz faqat video yoritib beramiz. Bu yerga kelishingiz shart emas. Yana takror aytaman, 95 lik kodi bilan 857 87 00 raqamida Telegram manzilimiz bor. O'zingizni videoga oling. Mana telefon shunday tursa, telefonga qarab turib, "Assalomu alaykum Bobojon Uz kanali, meni ismim paloncha, palon yoshdaman" yoki bo'lmasa "Assalomu alaykum Bobojon Uz kanali, men o'g'limni uylantiraman, yo ukamni uylantiraman, yo akamni uylantiraman. Bobojon Uz kanaliga oilaviy maslahat qilib, mana sizlarga murojaat qilyapmiz" deb siz video jo'natsangiz, videoni albatta singlimizga ko'rsatamiz. Ma'qul kelsa, keyin keling deymiz. Ana unda o'zaro ko'rishib, gaplashib olasizlar. Bobojon Uz kanalida bir kunda sizlarni chiroyli yuzlaringizni yorug' qilib, mana shu yerda hamma opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz qatori chiroyli to'ylaringizni yoritib beramiz. Xullas, videoda qanaqadir to'liqroq tushuntira olmasam, qolganini o'sha video vizit jo'natsangiz, bizga tegishli mavzu bo'lsa, albatta o'zimiz qaytib chiqamiz. Xullas, bu yerga qiynalgan insonlar o'z baxtini izlab keladi. Agar qiynalmagan bo'lsa, bu yerga hech kim kelmaydi. Endi o'zingizdan har bir fikrni qiyos qilib ko'rsangiz bo'ladi. Bu singlimizni ham o'sha Bobojon Uz kanalida ko'rgan, opa-singillarimizni mana to'ylarini ko'rgan, o'zlari telefonda gaplashgan, bizga videosini tashagan. Biz mana keldilar, kutib oldik, mana yorityapmiz. Endi bu kishi bu yerda necha kun turadi? 1 kunmi, 1 haftami, 3 kunmi? Endi o'zlari biladi. Balkim hozir mana shu videoni ko'rib, birdaniga 1000, 2000, 3000, 5000 odam telefon qilib yuboradi. Men uylanaman deb. Lekin tegaman degan qizlar juda kam, shu kelganda ham uni minglab odam so'rashadi.
Ammo agar qizlar ko'p bo'lganda edi, yigitlar kam bo'lganda edi, boshqacha bo'lardi. Bizlarga shunday bir qiz turmushga chiqaman deb keldi, shu video chiqqandan hamma alo deb keraksiz telefonlar bo'ladi. To'g'ri tushuninglar. Faqat haqiqatdan uylanaman, haqiqatdan shu insonni kelin qilaman degan insonlar bizga murojaat qilish kerak. Ammo bu qizni aytishi bo'yicha uy joyi bor, sharoiti bor, ota-onasining yolg'iz qizi ekan. Xullas uyingizga kelin bo'lib bormaydi. Sizni kuyov qilib uyiga olib ketadi. Qanday insonga turmushga chiqmoqchisiz? Mana fikringizni ayting. Fikrim meni ko'zimni kamchiligini yuzimga solmaydigan insonga turmushga chiqmoqchiman. Ko'zingizda nima kamchilik bor? Ko'zimda nuqsonim bor, g'ilayligi bor, tug'ma. Shunday dengda, endi men ko'zimda kamchiligi bor bo'lsa, ko'rmaysizmi degan ma'noda. Yo'q, ko'raman-ku, lekin xira uzoqni ko'rmayman. Hozir meni ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. Chunki o'zingiz bemalol yuribsiz, bemalol mana shu yerda yuklaringizni olib kirdingiz. Biz sizni ko'zingizda nuqsoningiz bor deb o'ylamadik. Endi Bobojon o'z kanalida ko'zi ko'rmaydigan opa-singlimizni ham to'yini qilganmiz. Gapira olmaydigan, eshitmaydigan insonni ham to'yini qilganmiz. Hattoki o'zi qo'li bilan ovqat yeya olmaydigan akamizni, ukamizni ham to'ylarini qilganmiz. Bu aytadigan insonlarimiz hammasi Allohning yaratgan bandasi. Onalar dunyoga keltirgan har bir farzand ota-ona uchun juda ham aziz. Chunki imkoniyat cheklangan farzandi bor insonlar uni hammasi to'g'ri tushunadi. Endi tushunmaydigan insonlar bo'lsa, biz hech narsa deya olmaymiz, biz hech kimni majburlamaymiz, bu yerga keling ham demaymiz. Yo'q, keling, video chiqaraman deb sizga aytdimmi men? Yo'q, o'z xohishim bilan keldim. O'z xohishingiz bilan keldingiz. Kelishdan oldin oilaviy ota-onangiz bilan maslahat qildingizmi? Ha, maslahat qildim. Bitta qarorga keldingiz. Ha, bitta qarorga kelib, o'z xohishim bilan kelib, o'z xohishim bilan video tashlaganman. Dadangiz ham roziman deganmi yo dadangizga aytmadingizmi? Roziman degan aytganman. Endi ota rozi, xudo rozi dedi. Ko'p ota-onalar endi videoga chiqishga sal noqulayroq bo'ladi. To'y kuni albatta videoga chiqadi. Endi xijolat bo'lsa kerak, lekin shu farzandim uylansin, farzandim turmushga chiqsin deb ota-onalar mana shu yerga keladi. Biz uni yuzlaridan ham sevinishini, ham ichki holatda ezilishini biz his qilamiz. Chunki bizni oldimizga ular yuzma-yuz kelishadi. Nima bo'lsa ham hammasiga rozi, faqat farzandim baxtli bo'lsa bo'ldi degan fikrlar o'tadi. Xullas, bugungi videomiz mana shundan iborat. Telefon raqamini yana eslatib o'taman. Shoshilamiz. Chunki bu qiz o'zi sog'lom, mana o'rningizdan turing. Erta to'y bo'lib ketsa, men kech qoldim degan fikrlar aytib o'tirmasin. O'tiravering. Keyingi videolarda bu insonni ovqat pishirganini, xullas uyda qanaqa holatda yurishlarini, chiroyli videolarini taqdim etamiz. Hozirgi holatni mana sizlarga ko'rsatyapmiz. Shoshilinch video bo'lyapti. Shunday kelyapti, shunday fikrlarni sizlarga yoritib beryapmiz. Balkim keyingi efirda turmushga chiqdi deb aytarmiz. Uni Alloh biladi, biz uni bilmaymiz. Biz sababchi, har bir insonni baxtini Alloh beradi. Xullas, bitta like bosish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayrlashamiz. Ketdik. Xayr, salomat bo'ling.